Naml surasi Mekkada nozil bo'lgan. Jami 93 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Tasin. Bu Qur'onning va ro'shan kitobning oyatlaridir. Mo'minlar uchun hidoyatdir va xushxabardir. Shundaq mo'minlarki, ular namozni ado qiladi, zakot beradi va oxiratga jazman ishonadi. Oxiratga ishonmaydiganlarga ularning amallarini haqiqatan chiroyli ko'rsatdik. Ular gumrohliklarda tengirqab yurishdi. Ular dunyoda qattiq azobga duchor bo'ladi. Oxiratda ular eng ziyon tortquchilardir. Sana Qur'on albatta hikmat bilan ish qilguvchi, hammani bilguchi Alloh tarafidan berildi. O'z vaqtida Musa ahlisiga: "Men haqiqatan o't ko'rdim. Men o'tning yiniga berib yo'l to'g'riliq bir xabar o'qib kelay yoki sizlarning sinishinglar uchun o'tdan bir cho'g' ilib kelay" dedi. Musa o'tning yiniga kelganda mundaq nido anglandi: Allah o'tning yinidagi kishini va o'tning atrofidagilarni muborak qildi. Olamlarning parvardigori Allah pokdir. Ey Musa, shubhisizki men g'olib, hikmat bilan ish qilguvchi Allohdirman. Asongni tashlag'in. Musa assining go'yo ajdarhodek tez harakatlanayotganligini ko'rganda orqasiga burilib chekindi. Kayniga, ya'ni qo'rqindan ajdarhoga qaraya olmadi. Allah aytdi: "Ey Musa, qo'rqmag'in. Mening huzurimda payg'ambarlar albatta qo'rqmaydi. Lekin kimki o'ziga zulm qilsa, ondan yomon amallarni yaxshi amalga o'zgartsa, men uningga nihoyatda mag'firat qilguvchidirman, nihoyatda mehribondurman." Qo'lingni qo'yningga solg'in. U hech qanday illatsiz oppoq bo'lib chiqadi. Bu mening Firavun va uning qavmiga ilib berishing uchun bergan 9 mo'jizamning ichidadir. Ular haqiqatan pasiq qavm edi. Ularga bizning nurg'un ro'shan oyatlarimiz nozil bo'lgan chaqda, ular bu ro'shan sehrdir dedi. Ular o oyatlarni ichida e'tirof qildi. Lekin ular uni zulm va takabburlik qilish yuzidan inkor qildi. Buzg'unchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Biz haqiqatan Davudga, Sulaymonga dunyo va din ilmlaridan keng ilm ato qildik. Ular aytdi: "Jami hamdu sana bizni nurg'un bandalardan ortiq qilgan Allohga xosdir." Sulaymon payg'ambarlikda, ilmda, podshohlikda otasi Davudga varislik qildi. O, ey insonlar, bizga qushlarning tili ta'lim berildi. Dunyoning ne'matlaridan hamma narsa ato qilindi. Bu albatta Allohning ro'shan ihsonidir dedi. Sulaymonning jinlardan, insonlardan va qushlardan bo'lgan qo'shinlari to'plandi. Sulaymon alayhissalom ularning oldida dabdabi bilan mang'atdi. Ular tartiblik o'rinlashtirilgan edi. Ular Shamdagi bir chumolilar vodisiga yetib kelganda bir kishi chumoli aytdi: "Ey chumolilar, o'g'ullaringlarga kirib ketinglar. Sulaymon va uning qo'shini uqmasdan sizlarni yanchivatmasin." Sulaymon chumolining so'zidan tabassum qilib kuldi va aytdi: "Parvardigorim, sen meni menga va ota-onamga bergan ne'matingga shukr qilishga, sen rozi bo'ldigan yaxshi amalni qilishga muvaffaq qilgin. Rahmeting bilan meni yaxshi bandalaring qatoriga kirgizgin." U qushlarni ko'zdan kechirgandan keyin aytdi: "Menga nima bo'ldi? O'pibni ko'rmayman-ku. Ya u yo'qab ketdimi? Uni cho'qim qattiq jazolayman. Ya uni cho'qim bo'g'izlayman. Yoki cho'qim yo'qab ketganligini oqlaydigan bir ro'shan dalil keltirdi." Uzoq o'tmay o'pib keldi. U aytdi: "Men sen bilmagan ishni bilib keldim. Sana men Sabadan, ya'ni Yamandagi Saba shahridan muhim bir xabar elib keldim."
Mən həqiqətən ularga, yəni Səbə ahalisiga bir ayalның, yəni Bilqisning padişahlıq qılıbatqanlığını gördüm. Onunğa özgə və səltənətiga keraklik hamma narsa berilgan ekan. O cho'ng taxtga ega ekan. Onun və qavmining Allahni qo'yib qo'yashqa cho'qindiganligini bayqadim. Shayton ularga qilmishlarini, ya'ni Allahni qo'yib qo'yashqa cho'qinganliklarini chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular hidoyat topmaydi. Ular osmonlardagi va zimindagi sirlarni oshkorlug'uchi, sizlarning yoshirun va oshkor ishinglarni bilib turg'uchi Allohga sajda qilmaydi. Allah'tan başqa hiç ilah yoxdur. O, büyük ərşinin pərverdigaridir. Sulayman eytdi, sen rastavatamsan ya yalğanmı qaraymiz. Bu xetimni ilib berib ularga taşlagın. Andın ulardan neriroq joyda yoshirnibdir. Ularning qandaq javob qaytardiganligiga qaragın. O, ya'ni Bilqis eytdi. Ey ulug'lar, manga haqiqatan Sulaymandan bir parcha qimmatli xat keldi. Uning mazmuni shuki, nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sizlar manga haqovirlik qilmanglar. Mening oldimga musulmon bo'lgan holda kelinglar. U, ya'ni Bilqis aytdi. Ey ulug'lar, mening bu ishimda maslahat beringlar. Sizlarni ustida qo'ymay turib, hech ishni bekitganim yo'q. Ular aytdi. Biz kuchlik va jangovarmiz. Ish sening ixtiyoringdadir. Bizni nimaga buyuradiganligingni o'ylab ko'rgin. O, ya'ni Bilqis aytdi. Shubhisizki, podshohlar biror shaharga hujum qilib kirsa, uni xarob qiladi. Shaharning mo'tvar odamlarini o'ldirish, asirga olish va surgun qilish bilan xor qiladi. Ularmi shunday qiladi. Men cho'qim ularga sovg'a avatdiman. Elchilarning nima xabar elib keldiganligiga qarayman. Elchi Sulaymanning oldiga yetib kelganda Sulayman aytdi. Sizlar manga mol bilan yordam qilmoqchimi? Allohning manga berganlari sizlarning berganlaringlardan yaxshidir. Balki sizlar sovg'anglar bilan ko'ranglab ketsizlar. Sen qaytib ketgin. Ularning ustiga ular taqobil tura olmaydigan bir qo'shin bilan cho'qim boramiz. Ularni yurtidan xor, kamsitilgan holda cho'qim chiqarib o'tamiz. Sulayman aytdi. Ey ulug'lar, ular mening qishimga musulmon bo'lib kelishdan burun sizlardan kim uning taxtini ilib keladi? Jindan bo'lgan ifrit aytdi. Men uni o'rnidan turishdan burun sana ilib kelaman. Men uni ilib kelishga albatta qodirman, ishonchlikman. Nazil bo'lgan kitobni cho'nqur biladigan zot, ya'ni Asaf ibn Burxiya, uni men sana ko'zingni yumib ochqicha ilib kelaman dedi. U duo qilibdi, taxt darhol oldida hozir bo'ldi. Sulayman taxtning yonida turganligini ko'rganda, bu Parvardigorimning menga qilgan ihsonidir. O shukr qilamdim ya tuzkorlik qilamdim, buning bilan meni sinidi. Kimki shukr qiladi ekan, u o'zining foydasi uchun shukr qiladi. Kimki tuzkorlik qiladi ekan, bilish kerakki, haqiqatan Parvardigorim uning shukr qilishidan beojatdir. Allohning karimi kangdir dedi. Sulayman Bilqisning yetib kelishi yaqinlashgan vaqtda uning aqlini sinash yuzidan aytdi. Uning, ya'ni Bilqisning taxtining shaklini o'zgartiringlar. U taxtini tunumamdu qaraymiz. Bilqis kelganda uningga "Sening taxting mushundaqmi?" deyildi. U "Shudek turdi" dedi. Sulayman Allohning ne'matini so'zlash yuzidan aytdi. Uningdan, ya'ni Bilqisdan burun bizga Allohni va Allohning qudratini bildiradigan ilm berildi. Biz musulmon bo'ldik. Uni Allohni qo'yib cho'qingan narsalari Allohga ibodat qilishdan to'sdi. Chunki u kofir qavmdan edi. Uningga, ya'ni Bilqisga saroyga kirgin deyildi. U, ya'ni Bilqis saroyni cho'ng su deb gumonlanib, kiyimini ko'tarib ikki pochiqini ochdi. Sulayman aytdi. Shubhisizki, u aynakdan yasalgan saroydir. U, ya'ni Bilqis aytdi. Parvardigorim, men haqiqatan Allohga sherik keltirib, quyoshga cho'qinish bilan o'zimga zulm qildim. Sulayman bilan billa olamlarning Parvardigori Allohga bo'ysundim. Ya'ni Sulaymanning diniga agishib islomga kirdim. Biz haqiqatan Sabutqa, ya'ni Samud qabilasiga nasab jihatdan qerindishi Solihni payg'ambar qilib avatdik.
Salih Allah'a ibadet qılınlar dedi. Uzun ötmey ular cidellişidigan, yani din barısida cidellişidigan müminler ve kapırlardan ibaret iki guruhqa bölünüp ketdi. Salih aytdi: Ey qavmim, sizlar nemishqa rahmatdan burun azobning kelishini tilaysizlar? Sizlar rahmatga erishishinglar uchun nemishqa Allohdan mag'firat talab qilmaysizlar? Ular aytdi: Bizga kelgan qahatchilik sening va sen bilan bo'lgan kishilarning shumliqidan keldi. Salih aytdi: Sizlarga keldigan yaxshi yomonlik Alloh tarafidan keladi. Balki sizlarni Alloh sinaydi. Shaharda, ya'ni hijrida, yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, isloh qilmaydigan 9 nafar kishi bor edi. Ular o'zaro Alloh bilan qasam qilinglar dedi. Ular aytdi: Bir kechida Salihni va uning tavallarini cho'qim o'ltirayli. Andın cho'qim uning, ya'ni ularning egisiga, u o'ltirilgan chaqda biz ustida emas edik, biz haqiqatan rostchilmiz deyli. Ular Salihga qarshi suiqasd planladi. Ularning halok bo'lishini tezlatish uchun, suiqasdi uchun tuyuqsiz jazoladik. Ularning suiqasdining oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'inki, ularni va ularning qavmini butunlay halok qildik. Ular zulm qilganliklari uchun ana ularning o'ylari odamzoddan xoli bo'lib qoldi. Allohning qudratini bildigan qavm uchun buningda cho'ng ibrat bor. Salih bilan iymon etgan va taqvodorlik qilganlarni azobdan qutqizdik. Lutning qissasini bayon qilgin. Ayni zamanda Lut o'zining qavmiga aytdi: Sizlar bilib turib qabih ishlarni qilamsizlar. Sizlar ayollarni qo'yib jinsi talabinglarni erlar bilan qondiramsizlar. Balki sizlar nodon qavmsizlar. Ularning birdan bir javobi: Lutning tavallarini shahringlardan haydab chiqaringlar. Ular pok kishilardir deyishdan iborat bo'ldi. Biz uni va xotindan boshqa tavallarini qutqizdik. Taqdirimiz bilan uni, ya'ni xotinni azobga qolg'uchilardan qildik. Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Ogohlantiriluvchilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon. Jimi hamdu sana Allohga xosdir. Uning payg'ambarlikka tanlagan bandalariga omonlik tilayman degin. Allah yaxshimi yoki ularning sherik keltirgan butlari yaxshimi? Osmonlarni va zaminni yaratgan, sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib bergan, uning bilan go'zal bog'larni yetishtirib bergan kim? U bog'larning daraxtlarini o'stirish sizlarning qo'linglardan kelmaydi. Allohdan boshqa iloh bormi? Boshqa iloh yo'qdir. Ular haqiqatdan burilib ketgan qavmdir. Zaminni insonlarga va hayvonlarga turalg'u qilgan, uning turli taraflarida daryolarni oqqizgan, uning ustida tavrab ketmaslik uchun tog'larni o'rnatgan, ikki dengiz orasida, ya'ni tatliq suv bilan sho'rliq suv orasida aralashib ketmasligi uchun to'saqlarni qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Boshqa iloh yo'q. Ular, ya'ni mushriklarning to'lisi bilmaydi. Beshiga kun tushgan odam duo qilsa, uning duosini ijobat qiladigan, uning beshiga kelgan eg'irchilikni ko'tarib etadigan va sizlarni zaminning o'rin bosarlari qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Sizlar ozg'ina vaz nasiyat olasizlar. Quruqliqning va dengizning qorong'uliqlarida sizlarga yo'l ko'rsatib beradigan, rahmetidan, ya'ni yomg'ir yog'dirib berishdan ilgari shamollarni bishorat qilib avatadigan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Hech iloh yo'qdir. Allah ularning sherik keltirgan narsalaridan pokdir. İnsonni dastlabda xalq etgan, ondan uni tirildirdigan kim? Sizlarga osmondan va zamindan rizq berdigan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Hech iloh yo'qdir. Aytqinki, agar da'voyinglarda rostchil bo'ladigan bo'lsanglar, dalillaringlarni keltiringlar. Allohdan bilak osmonlardagi va zamindagilar g'aybni bilmaydi. Ular, ya'ni xaloyiq qachon tirildiganliklarini bilmaydi. Ularning oxirat to'g'risidagi ilmi pishib yetildimi? Undaq emas. Ular oxirat to'g'riliq gumondidir. Ular oxirat to'g'riliq ko'rdir. Kafirlar, ya'ni qayta tirilishni inkor qilguvchi Makka mushriklari aytdi:
Biz va bizning ota-bobolarimiz to'pi bo'lib ketgandan keyin qabrimizdan tirilib cho'qim chiqirilamdiq. Haqiqatan bizga va ota-bobolarimizga ilgari qayta tirilish va'da qilingan edi. Bu faqat burunqilarning qissalaridir. Sen bu kuffarlarga aytqin. Ziminda sayr qilinglar. Gunohkorlar, ya'ni payg'ambarlarni inkor qilguvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. Ularni Alloh halok qilmadimi? İlgirki kuffarlarning beshiga kelgan kun keyingi kuffarlarning beshiga keladi. Ey Muhammad, sen ularning iymon etmaganligidan qayg'urmagin. Ularning yelimikiridan iching pushmasin. Alloh seni ularning sharridan saqlaydi. Ular agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, sizlar bizga va'da qilgan azob qachon tushidi deyishidi. Sizlar aldirab ketgan azobning bir qismi sizlarga yaqinlashgan bo'lishi mumkin degin. Parvardigoring insonlarga haqiqatan marhamatlikdir, lekin ularning to'lisi Parvardigorga shukr qilmaydi. Parvardigoring ularning dillarida yoshirganlarini va oshkor qilganlarini, ya'ni ularning payg'ambar alayhissalomga qarta adovatini va suiqasdini shak shubhasiz biladi. Osmon zaminda lavhul mahfuzga yozilmagan hech bir sir yo'q. Payg'ambarlarning tuganchisi Muhammad alayhissalomga nozil bo'lgan bu Qur'on haqiqatan Isroil avlodiga ularning ixtilof qilishgan narsalarining ko'pini bayon qilib berdi. Qur'on mo'minlar uchun haqiqatan hidoyatdir va rahmatdir. Şübhəsizki Parvardigoring ular, ya'ni Bani İsrail avlodining orasida qiyomat kuni adil hukm chiqardi. Allah g'olibdir, bandalarining ishlarini bilguchidir. Allohga tavakkul qilgin, ya'ni ishingni Allohga topshirgin. Hamma ishingda Allohga yo'langin. Allah sana madadkordir. Ey Muhammad, şübhəsizki sen ro'shan haq din ustida tursan. Sen ülüklerge ve yüz örgen gaslarga, yani dillerinin ülükligide ülüklerge ve haqni anlamaslıqda gaslarga o'xshaydigan kuffarlarga davetni anlatolmaysan. Sen dili ko'rlarni gumrohlikdan ayirib hidoyat qilolmaysan. Sen davetingni faqat bizning oyatlarimizga iymon etib musulmon bo'lganlarga anglatalaysan. Ular, ya'ni kuffarlarga oldin ola aytilgan so'z ishqa oshganda, ya'ni azob va qiyomat yaqinlashganda, ularga zimindan bir turlik hayvonni chiqarimizki, ularga insonlarning bizning oyatlarimizga ishonmaganligini so'zlaydi. U kunda her ümmetning ichidan bizning oyatlarimizni inkor qilganlardan bir to'p odamni hisob elish va jazolash uchun yig'imiz. Aldikayni yig'ilg'icha ular to'xtatib turildi. Ular Allohning dargohiga kelgan chog'larda Allah ularga sizlar to'liq bilmay turib mening oyatlarimni inkor qildinglarmi? Sizlar amr qilingan narsalardan zodi nimalarni qildinglar deydi. Ular o'zlariga zulm qilganliklari uchun ularga azob haqliq bo'ldi. Ular o'zlari bo'lmaganligi uchun so'z qila olmaydi. Ularga kechini aram aladigan vaqt qilganligimizni, kunduzni hayotlik yo'lda harakatlanish uchun yo'riq qilganligimizni ular uqmamdi. Buningda iymon etadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. O kunda sur chilindi. Allah xalqanlardan boshqa osmonlardagi va zimindagi hammani qo'rqinch bosadi. Hamma Allohga bo'ysungan holda keladi. Tog'larni turg'un holatda gumon qilsan, holbuki ular bulutdek cho'glab turadi. Bu hamma narsani puxta yaratgan Allohning hünuridir. Allah haqiqatan sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. Yaxshi ish qilganlar qilgan yaxshiligidan obdanroq mukofotga erishadi. Ular bu kunda qo'rqinchdan amin bo'ladi. Yomon ish qilganlar do'zaxga yuzi bilan tashlandi. Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolansizlar yoki mukofotlansizlar.
Ey Muhammed, aytqinki, men faqat Allah hurmatli qilgan bu shahar, ya'ni Makka mukarramaning Parvardigoriga ibodat qilishga buyurildim. Hamma narsa Allohning mulkidir. Men musulmonlardan bo'lishga, Qur'on o'qishga buyurildim. Kimki hidoyat topadi ekan, u o'zining foydasi uchundir. Kimki ozidi ekan, uning vaboli o'ziga bo'ladi. Sen uningga aytqinki, men faqat ogohlantiruvchilardanman. Ey Muhammed, aytqinki, jimi hamdu sana Allohga xosdir. Allah sizlarga qudratini ko'rsatib beradigan alomatlarini ko'rsatadi. Sizlar ularni tunish foyda bermaydigan chaqda tunaysizlar. Parvardigoring sizlarning qilgan amallaringlardan g'ofil emasdir.